Endi Sayyidul istig'for degan duo Imom Buxoriy rahimahullohning hadislarida rivoyatda kelgan. Shaddod ibn Avsdan rivoyat qilinadi. Ichimizda yodlaganlar ham bo'lsa kerak. Mana shu Sayyidul istig'forni yodlab olishimiz kerak. Ya'ni istig'for qanday aytiladi Alloh taologa? Alloh kechirgin meni, gunohimni kechirgin, tavba qildim. To'g'ri, bu istig'forning eng qisqa ko'rinishi. Lekin haqiqiy istig'for qanday qilinishini kim o'rgatadilar bizga? Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ta'lim beradilar. Mana shu Sayyidul istig'forni yodlashga harakat qilaylik. Yodlay olmasak, hech bo'lmasa ma'nolarini anglab, mana shu o'zbek tilida, o'zimizning tilda takrorlashga, qalban takrorlashga harakat qilishimiz kerak. Mana shuni o'rganamiz hozir. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل فهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري. شداد بن أوس رضي الله عنه دن روايات قلنا نبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Mana shu Sayyidul istig'forni aytmoqligingdir. Ya'ni istig'forning sayyidi degani istig'forlarning eng buyugi mana shuni aytishingdir deyaptilar. Kim buni kunduzi ishonch bilan aytsa va o'sha kuni kech qurguncha vafot etsa, jannat ahlidan bo'ladi. Kim uni tunda o'qisa, ishonch bilan, sidqi dildan o'qisa va tong otishidan oldin vafot topsa, albatta u jannat ahlidan bo'ladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyat. Demak, mana shu istig'forni kuniga eng kamida 2 marta o'qib qo'yishga odat qilishimiz kerak ekan sizlar. Ma'nosini qarang. Allohim, sen Parvardigorimsan. Sendan boshqa iloh yo'q. Meni yaratding va men sening qulingman. Men senga bergan va'damga va senga bergan ahdimga qodir bo'lganimcha turibman. Qilgan ishlarimning yomonligidan sening noming bilan panoh so'rayman. Menga ato qilgan ne'matlaringga iqror bo'ldim va yana gunohlarimga ham iqror bo'ldim. Mening gunohlarimni kechir, chunki sendan boshqasi gunohlarni kechira olmaydi. Mana shu Sayyidul istig'forning ma'nosi ekanlar. Alohida e'tibor beradigan bo'lsak, yuqorida aytganimiz boshida Alloh taoloni maqtalyapti. Alloh taoloning buyukligiga iqror bo'lyapti. O'zining banda, o'zimizning qulligimizni tasdiqlayapmiz. Va undan keyin gunohkorligimizni ham e'tirof etyapmiz. Va gunohimni yomonligidan panoh bergin deyapmiz va undan keyin aytayapmizki, Allohim gunohlarimni kechirgin. Sendan boshqa gunohni kechiradigan zot yo'q deyapmiz. Mana bunday haqiqiy qullik bilan Robbimizga yolvorib qiladigan istig'forimizni Robbimiz albatta qabul qiladi. Va qabul qilganda ham gunohlarimizni hammasini kechirib, sidqi dildan o'qigan insonni o'sha kun vafot etsa jannatga kirgizar ekan. Kunduz o'qisa, demak, shomgacha vafot etsa jannatiy deyaptilar. Shomdan keyin o'qisa, tong otguncha vafot etsa jannatiy deyilyapti. Mana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan har kuni 2 marta, 1 daqiqadan vaqtimiz ketadi, 2 daqiqa o'qib, o'rganib, doimo takrorlab yurishga harakat qilaylik.